Taniqli futbol yulduzi Abduqodir Husanov haqida hozirgina shoshilinch xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou biznesi olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City klubi himoyachisi Abduqodir Husanov aprel oyida yurtimizga tashrif buyurdi. U jahon chempionati saralash bosqichi doirasidagi uchrashuvlarda ishtirok etish maqsadida O'zbekistonga kelgani ma'lum qilingan. Tashrif davomida futbolchi ota-onasi uchun qimmatbaho ko'chmas mulk xarid qilgani ma'lum bo'ldi. Xususan, u Emarat Development tomonidan amalga oshirilayotgan Emarat Hills loyihasidan 330 ming AQSh dollari qiymatidagi zamonaviy villani tanlagan. Kompaniya asoschisi Marat Xayrullayevich bu haqda ijtimoiy tarmoq orqali ma'lum qilgan. Aytilishicha, Husanov shaxsan sotuv ofisiga tashrif buyurib, loyiha bilan yaqindan tanishgan va tanlovni aynan ushbu majmua foydasiga qilgan. Abduqodir Husanov so'nggi yillarda O'zbekiston futbolining eng yorqin namoyandalaridan biriga aylandi. U Yevropadagi faoliyati davomida katta o'sishni namoyon etib, hozirda Angliyaning yetakchi klublaridan biri safida to'p surmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, u 2026-yil AQShda o'tkaziladigan jahon chempionatida milliy jamoa tarkibida ishtirok etilishi kutilmoqda. Shuningdek, futbolchi yaqinda Manchester Cityda fevral-mart oylarida eng yaxshi o'yinchisi sifatida e'tirof etilgan deyilgan xabarda. Azizlar, Abduqodir Husanov haqidagi fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldirishni unutmang.